O'zbekiston akkreditatsiya markazi tomonidan mahalliy ishlab chiqarilayotgan va import dori vositalarini sinovdan o'tkazadigan laboratoriyalarga press tur tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Tashkil etilgan ushbu uchrashuvda akkreditatsiya markazi mutaxassislari ISO standart talablari bo'yicha sinov laboratoriyasida olib borilgan ishlar xodimlarining malakasi, uskunalarning hozirligi, atrof muhitga mosligi va boshqa bir qator talablarning ijrosini baholadilar. Bizning sinov laboratoriyamizda sinov bayonnomasi rasmiylashtirilgan bo'lsa, 100 dan oshiq davlatlarga to'siqsiz kirish imkoniyatini beradi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, akkreditatsiyadan o'tgan sinov laboratoriyalarining natijasi haqiqiy natija ekanligini sir emaski hammamiz bilamiz. Malakali mutaxassislar ishlashi, shu sinov laboratoriyasini sharoitlari yoki uskunalari 17025 standarti talablariga javob berishini yoki dori vositalarini sinovlarni o'tkazayotgan paytda mutaxassislar ISO talablari asosida ishlab chiqarilgan standart namunada foydalanishi asosiysi natijani beradi. Press tur tashkil etilgan ushbu laboratoriya farmatsevtika mahsulotlariga tegishli 118 ta sinov usullari bo'yicha ro'yxatdan o'tgan bo'lib, bu yerda dorivor mahsulotlar tarkibidagi moddalarning miqdoriy aniqlash, yuqori samarali suyuqlik xronomatografiyasi kabi bir qancha jarayonlar amalga oshiriladi. Laboratoriyamiz asosan import qilinadigan va mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulotlarda sinov o'tkazishga ixtisoslashtirilgan. Hozirda olib borilayotgan sinovlar dori ko'rsatkichining fizik-kimyoviy xususiyatlarini baholash va mikrobiologik tahlillar olib borish bilan amalga oshirilyapti. Laboratoriyamizda sinovdan o'tib rasmiylashtirilgan bayonnomalar ILAC xalqaro tashkilotiga a'zo bo'lgan akkreditatsiyalangan boshqa laboratoriyalar tomonidan ham tan olinadi. Chunki bizda O'zbekiston akkreditatsiya markazi ILACning haqqoniy a'zosi hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, ushbu jahon standarti global farmatsevtika sanoatida sinov sifati va ishonchliligini ta'minlash, bemorlar xavfsizligi va global savdoni rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.